Bugun transfer bozorida yana bir shov-shuvli xabar. Barselona hujum chizigini kuchaytirish maqsadida Manchester City hujumchisi Omar Marmushga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Husanov do'sti bilan suhbatda aytib bergan. Kataloniyaliklar hujum chizig'ida hujumchilarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli klub rahbariyati muqobil variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ana shu ro'yxatning eng jiddiy nomzodi Misr terma jamoasi hujumchisi Omar Marmush. Hozirda 27 yoshli futbolchi Manchester City safida yetarli o'yin amaliyotiga ega emas. Agar u yozda jamoasini o'zgartirishga qaror qilsa, shaharliklar uni 2025-yil boshlarida sotib olingan narx 75 million yevrodan ham arzonroqqa qo'yib yuborishga tayyor ekani aytilmoqda. Joriy mavsumda Marmush barcha turnirlar doirasida 24 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatma muallifi bo'ldi. Uning Manchester City bilan shartnomasi 2029-yil yozigacha amal qiladi. Transfermarkt portali esa futbolchining bozor qiymatini 65 million yevroga baholamoqda. Endi asosiy savol, agar Barselona Omar Marmushni sotib olsa, u Kataloniya grandida o'zini ko'rsata oladimi? Yoki bu yana navbatdagi tajriba bo'ladimi? Transfer yozi qizg'in bo'lishi aniq.